Yusuf quduqdan chiqadiganga oz qoldi. Abduri Sahar. Muqaddima. Atuşluq sodigar. Abduqadir Damollamning eng yaqin sabdishi Atuş Tijan maktabining qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Buam Samarboy 1933 yili 11 ayning 12 kuni Qashqadaryoda qurilgan Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilish murosimiga qatnashib, tunji chilingan istiqlol marshimizni anglashga muyassar bo'lgan ekan. Dadam Abduqadir Samar 1944 yili G'uljida qurilgan ikkinchi qitimliq Jumhuriyatimizga sharaf va iftixor bilan shohid bo'lgan ekan. Mən Uyg'urlarning adolati uchun qurilgan bir sud mahkamasi dunyoga e'lon qilgan Xitoy Uyg'ur qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizyotdi degan tarixiy bir voqeaga shohid bo'lib turibdiman. Xuddi qattiq yomg'irdan keyin quyosh ko'tarilganda parlagan Kanadaning chinar yupurmoqlaridek mag'rurman bugun. Uyg'ur xalqi yangidan eng kuchli shaklda qayta tug'ilg'isi. Uyg'ur xalqi yangi bir tarixiy burilish davrida turmoqda. Uyg'ur xalqi dunyo yuzida yangi tug'ilgan bir yulduz bo'lib chaqnash oldida turmoqda. Uyg'ur xalqini parlaq bir kelajak kutmoqda. Bizning mo xayrixo'sh Xitoyning qorong'u jazo lageri deydigan Ah vatan deb vatan tuproqlarini ko'zdirmaga surkaydigan kunlarimizga oz qoldi. Qisqasi, quduq ostiga tashlab etilgan Yusuf alayhissalomni quduqdan chiqarib Misrga vali, dehqonchilik ministri, Misrning eng qimmatli azizi qilgan Allohning Uyg'ur xalqini Xitoy usti uchuq turmalari va jazo lagerlaridan qutuldirib, dunyo millatlari qatoridan o'rin beradigan kunlarga oz qoldi. Çal sazыңni ey tarım, Zərəbşan ili sayram. Ey şamal, yetküz dünya adaletinin Uyg'urlar üstüdeki sükunatını buzup taşıganlık xəbərini. 20 yıldan bu yan əsirtini qılıb, davasını qılıb, yaqı yertib, navasını qılıb, bir körüşke təşna bulup yaşagan vətən tupraqlarına. Yetküz. İnsaniyatga qarshi jinoyatning paketlari bo'lgan jazo lagerlarining har bir qorong'u kamerlarga, turmalarga, shivirla tumir shirishatkalarga, darvoza quluplariga, sim to'saqlarga, yuz tunish asboblarga, kishan taqoqlariga, qo'shmoq tuqqanlarimizga. Bu bir davrning oxirlashib, yangi bir Uyg'ur davrining boshlanganlik subisining kelish oldida ekanligini. Ey ahbaş buğda, qarı qurum pamir tangritaq yulğun qızargan dalalar. 5 fevral kurashchilarning qini tökülgen, Panjim xudiyar yüzi, toxuchi yüzi, aq o'stan boyları, dastur o'rningdan. Seni hörlük erkinlik paristisi yo'qlab keladi. Ey vatanning g'urur daryosi, jasorat va qahramonlik daryosi hisoblangan Ili daryosi bo'yidagi kakuk gullari 2022 yili boshqacha noz bilan, boshqacha go'zalliging bilan ona tuproqni texmu mahkam quchoqlab ichil. Chunki bu zamin sening edi. Bu qitim texmu kuchli holda sening bo'lg'usi. 2021 yili dekabr oylari Uyg'urlar uchun dunyodagi kuchli davlatlar, adolat divanlaridan kishini xo'shal qiladigan, umidlantiradigan xabarlar orqa keladigan talay iyi bo'lib qoldi. Bu oyda Amerika, Kanada, Angliya qatorliq davlatlar Xitoyda o'tkaziladigan 2022 yillik qishliq olimpik tanarkat yig'inini Sharqi Turkistondagi Uyg'urlar ustidan yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik sababidan diplomatik boykot qildiganligini e'lon qildi. Arqadanla Amerika Avam Palatasi Xitoydagi Uyg'urlarga qaratilgan majbur emgakni bekor qilish haqidagi qonun loyihasini tasdiqladi. 12 ayning 9 kuni Angliyada xizmatlarini davomlashtirib kelayotgan Uyg'ur sud kollegiyasi dunyo matbuotlari oldida Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik,
shundaqla insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligini e'lon qildi. Demak, uzun yillardan buyon sukunatga cho'mib, to'pi besib qilishga oz qolgan dunyo adolatining chaqi Uyg'ur deb cho'gilashga boshlagan edi. Uyg'urlar 2016 yildan buyon bu irqiy qirg'inchilikni dunyoga anglatish uchun qilmag'ini qolmadi. Chet eldagi Uyg'urlar haqiqatan nima qilishini bilolmay, charchagan, holsirgan va umidsizlangan edi. Oxiri biz tugishadigan bo'ldik. Millat sifatida qirilib tugaydigan bo'ldik degan minutda bir umid nuri g'arbdan parladi. İnsanlıq və adaletinin məngü ölməydiğanlığını bildirdiğən xəbərlər kelişki başladı. Ey dekabr, xasiyetlik dekabr. Bundan 33 yıl burunqı 12 dekabr Ürümçi oxucular hərəkətini esimge sağıldığan ax yığınlıq dekabr. Sən Uyğurlar üçün yeni bir qitim ümid və tarixi gün bulub qaldın. 2016 yılı Xitay Uyg'urlarni qirib tugutish maqsadida jazo lagerlarini qurgandan buyon chet ellardagi Uyg'urlar bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun qilmag'ini qolmadi. Chapmagan yeri, kirmagan to'shiga qolmadi. Urug' tuqqan ota-onalar haqida guvohliklar berdi. BBC qatorliq dunyodagi dangliq axborot vositalarining ziyoratini qabul qildi. Twitter, Yüzpütük və başqa ictimai taratqulardan foydalanib ovozini dunyoga anglatmoqchi bo'ldi. Parlament a'zolari xatlar yozdi. #Uyg'ur harakati qo'zg'atdi. Dunyoni qoplagan bir uchi Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldidan boshlanib, yana bir uchi Avstraliya, Turkiya va Yevropani qoplagan bir ovoz bir qadam ayollar namoyishi o'rinlashtirildi. Change.org'da imzo to'plash faoliyatlari ilib bordi. Yolg'iz kishilik namoyishlar, oilam qayerda namoyishi, Fransiyaning poytaxti Parijdagi maydonlarda, Gollandiyadagi Dam maydonida, Washingtondagi Erkinlik maydonida, Jenevadagi bir put yo'q o'rindiq maydonida, Myunxendagi Büyü Maryam maydonida, Ottavadagi parlament binosi oldida, Torontodagi maydonlarga Uyg'urlar sal bo'lib to'kilmagan bo'lsa-mu, ammo xili yomon emas to'kildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Birligining darvozalari jiddiy qiqildi. Uyg'oqlar bo'lganidek uxlayotganlarmi bo'ldi. Uyg'urlar bo'g'izlash oldidagi qo'ydek tipirlab ketgan edi. Bu jarayonda Uyg'urlar oxiri bir kunning bo'ldiganligiga umid va ishonch bilan qarab, qo'ldan keladigan barliq ishlar va yo'llarni sinab beqishga boshlagan edi. Dunyoni to'pon balosi qaplagandimi, Nuhning dunyoni hayotlikni qaytadan insho etadigan bo'lgan bir umidi bor edi. Umid imondir. Nuh kemisi dal umid kemisi edi. Allah hech qachon imonga aylangan umidlarni tarixlar bo'yicha yo'qqa chiqargan emas. Umid sen va sendin keyingilarga dal tugashdim degan chaqda bir umid nurining tug'ilganligini, bu umid nurining faqat va faqat umidini uzmaganlarga beriladigan mukofot ekanligini bildirdi. Uyg'urlar ana ashundoq umidini uzmagan, yana kelib umidini yashnatgan bir millatdir. Umid ikkiga ayrildi. Biri vatandagilarning umidi bo'lgan insonlar yashnatgan umid. Yana biri vatandagilarning umidini yo'q chiqargan insonlar yaratgan umidsizlik. Dunyo Uyg'ur qurultayini e'tiborsizlashtirishga urinuvchilar. Uyg'ur sotining natijasiga xuddi dushman tili bilan baho berayotganlar. Dunyo Uyg'ur qurultayiga inidining keldigan yordamni uzib etishni orzu qilayotganlar, vatandagilarning umidini suvga chilashtirishga tirishayotganlar jumlasidandir. Dunyo Uyg'ur qurultayi va uning atrofidagi jangchilari vatanning va xalqning umidi bo'layotganlardir. Ular umidni dunyo sahnalariga kengaytgan sari, ularning umidlari texmi yuksalishga boshladi. Uyg'ur sotining natijasi e'lon qilingan kuni Dolqin Aysaning ishimiz endi boshlandi deyishi
uning Uyg'urning parlagan umidi bo'lish yo'lining mustahkam qadamlar bilan davomlashayotganligining bishoratidir. Yo'llar ochiq, qilishlar keskin bo'lsin. 9 dekabr kunining Xalqaro Uyg'ur qirg'inchilik kuni deb bekitilishi xuddi burkutning tavlangandan keyin qayta tug'ilganidek. Ümid və ümidsizlik içində tavlanğan Uyğurlarning yeni bir Uyğur halatida dünya millatlarının qatarına qoşulduğunun bişartıdır. Ümid əslində qandaq bir narsa? Ümid icabiylik deməkdir. Ümid vətənini və millətinin təqdirini dümbisiga baş qılıb Pragdan Fransiyaga, Fransiyadan Germaniyaga, Germaniyadan Halifaxga, Ottavaga, Washingtonga, New York'a uçmaq deməkdir. Dolqun Aysanın bir məşhur sözü var. Vətən davasında səviyyə və diplomu qarğanda pidakarlıq mühim deydigan. Əslində ümid səbir taqat bilan birləşkən pidakarlıqdır. Xalqның ümidi buluş degan nima? Hər 72 saatı bir qıtım korona sınığı qılğan təcrübəxanalarda qatnab yürüş. Virus əvəz alğan xətərlik dövlətlərə berişqimi qılcı işkilənməslik. Bu, ümid bilən imanның birləşişi deməkdir. Ətraflarına, milletiga ümid nuru çaçıdığan kişiler her barğan joyidan vətəni və milletiga ümid nuru beradigan xəbərlərdən gül dəstələr tızğan boludu. Xalqımız yapılaq tilda bundaq kişilərni ayğı yaraşqanlar deb təriflişidu. Ayğı yaraşqan kişilərimiz həm hər yerə ümid nuru çaşqan kişilərimizdir. Ularning səvətləri hər vaxt ümid meyvələri bilan tolğan boludu. Şundaq. Yusuf Quduqdan chiqadiganға az qaldı. 21-ci əsrdəki Xitay qırğınçılığına uçurğan Uyğurlar konu qasraqlarını taşlab, nemening haq, nemening adolat, nemening musulmonlik, nemening urug' tuqqanlik, nemening manfaat ekanligini xuddi po'lat tavlangandek tavlab kuchli bir shaklda dunyo oldida qayta tug'ildigan kunlarga az qaldı. U chaqda Xitoy 45 milliard Amerika dollar məbləğ selib Uyğur vətənindəki Qarqorum tağlarının yürügünü teşib ötüb qurğan, Qashqarni Guada portuğa tutaşdırdıgan, ən toğrысы Şərqi Türkistanni Guada portu arqılıq Hindi okean arqılıq dünyaga tutaşdırdıgan Xitay-Pakistan iqtisadi koridorunun xo'jayiniga aylanğan boludu. Bu koridorning ismi Şərqi Türkistan-Pakistan iqtisadi koridori deb ataldı. Uyg'urlar tarixda yana bir qitim yangi İpək yoluning haqdor egalariga aylandi. Sharqiy Turkistonning dengiz okeanlardan uzoqda ishki quruqliq davlati bo'lib qilish tarixiga xotim berilgan bo'ldi. Xitoy 30 milliard bilan 50 milliard dollar orasida mablag' selib, davomli kengaytayotgan bir yo'l bir belbog' tushining tuguni Xitoyning neft va tabiiy gaz, energiya, kan mahsulotlari, yezilik mahsulotlari va qurilish mahsulotlarini Qozog'iston orqali Yevropaga to'shiydigan quruqliqdagi birdan-bir chaqnagan marvoyiti Xitoy qo'rg'as temir yo'li, Sharqiy Turkiston Qozog'iston temir yo'li degan nomga o'zgardi. Shundaq, adolat chaqi uzunga so'zilgan sukunatdan keyin qayta cho'gilashga boshladi. Gerçi bu 5 yılda Uyghur xalqi qancha million xalqining qirg'in qilinishiga shohid bo'lib, qabohatli kunlarni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, ammo subhi tongning etishiga ancha uzun vaqt qolmadi. Tunning eng qaranliq vaqti tong saharga eng yaqin vaqtidir. 2021 dekabr, Toronto.